agar bu pullar bizligimizni yo'qotib qo'ysa, biz bu pullarni orqasidan pul xohlagan, pul bilasizmi qanaqa o'ynatadi? Pul odamni haligi balandparvoz gaplar gapiradigan, boshqalarni mensimaydigan, kibrli qilsa, siz pulni orqasidan yurayotgan odam bo'lasiz. Pul sizni orqangizdan yurishni boshlasa, siz saxiy bo'lasiz. Siz odamgarchiligingiz oshadi. Sizni insoniyatga tegadigan foydangiz ko'payadi. Bizning asosiy maqsadimiz pul ichimizga kirib ketmaslik. Pul ichimizga kirmasdan va qayiqda aytadi-yu, qayiqda ichiga suv kirsa cho'kadi, lekin ustida suzib yursa uzoq manzillarga yetadi. Biz ham pul ustiga chiqib olganmiz, xudo xolasa, hali ichimizga kirg'izib olib, asliyatimizni yo'qotib qo'ymasmiz inshaalloh. Guzashting az kenarım namehraban ey Bayezid, g'aming poyon